davomliq. Xaybov atrofdagilarning davomliq sharqqa qarab ilgirilab, ziyrakchaqlarning qimmatli kitobini izlab tepishig'i to'sqinlik qilish uchun Cho'cho bilan yo'g'in eg'iz, yana qandoq buzg'unchilik harakati olib bormoqchi edi? Boshliq qo'zg'onda ketib ketdi. Bela qiyin kelyotdi-ku deyman. O'zing bir amalni qilmabsan. Har kuni bela yeyman deb mening ishimni buzishni bilasan. Bu ketib cho'qib ilendi. Qaraganda daryo suvi ig'ir darajada bulg'anibdi. Daryo qisqichpaqsi? Boshliq, bu kaka qisqichpaqsidek qiladi. Nima? O rivoyatlardagi heriq darajadan tashqari zomigar ham narsa bilashqa usta kaka qisqichpaq ekanda. Mening pullarim xatar ichida qapti. Yo'g'oniga tez bu yerdan ketayli. Yo'g'oniga uni so'rab baqdayotman. Unga nima bo'pti? Ey, boshliq, agar u mening narsamni bulvas qanday qilaman? O sarang, senda o ilvog'ida nima bo'pti, ha? Tez bo'l. Kaka qisqichpaqsi, sana nima bo'ldi? Boshliq, bu yerning suvi bulg'anqachqa, u ham hamrohlari uymakansiz qapti. Nima degan bechora? Nima degan bechora? Aslida mundaq gapda. Ha. Bu bir yaxshi amal. Men bu ishni ularning qilganligini biladim. Boshliq, siz kimlarni deysiz? Kalva, albatta Xaybov atrofdagilarda. Kaka qisqichpaqsi daryo suyini Xaybov atrofidagi ablaqlar bulg'agan. Albatta, rosti. Odam nima narsa bilan daryo suyini bulg'agan? Xaybov atrofdagilar mush yaqin atrofdalar. Ularni hargiz qochirib qo'ymanglar. Ko'pchilik tez qaranglar. Bu nima? Nima degan ko'p daryo qisqichpaqsi bu? Kaka qisqichpaqsi. Rivoyat qilinishicha, ular bir to'p darajadan tashqari zo'migarlar ekan. Qaltis mahorati bo'lsa, ko'pincha bomba etish va cho'ng ambure. Amaliyot ular nihoyat oqko'ngil, faqat alqiliq paytida karomatini ko'rsatadi. U bekli xo'p ko'rinadi. Ular cho'qim yaxshi niyat ekanmidi? Ko'pchilik ehtiyot qilinglar. Pipi, ular ziyrakchaqlarni tekshirish asbobini bulmoqchi ekan. Quloq bekli tavirnib ketyapti. Nega yemek kimiga nasib Allah? Sizlar maqsadinglarga hargiz yetolmaysizlar.
tekshirish asbobini bilib oldigandu. Ular nihoyatda oq ko'ngil, odatda boshqalarning narsasi bo'lmaydi. Faqat boshqalar ularga yo'l ko'rsatmisizlar. Ha, dinozavrchaq to'g'ri aytdi. Cho'qim eliq cho'cho bilan yo'g'on eg'iz deganlar bilan shumliq qilayotgan gap. U iflos, men cho'qim ko'zish asbobini qaytirib olaman. Biz yanıla bir joyni tepib orom ilib olaylik. Avval qaysini yesam bo'la? Bu ne? Mangayli. To'xtab turinglar! Biz yana aylanib mushu yerga kelibdimiz-ku. Shundoq, bu biz boya yo'lga chiqqan joydek qiluvdi. Eng yaxshisi biz bu yerga belgi sep qo'yaylik. La la la. Biz yana shu boyaqa joyga kelib qolibdi-ku. Shundoq, biz yana qaytib kelib qolibdimiz. Bu o'rmonliq balkim sirliq o'rta bo'lishi mumkin. Yana qursug'im ochdi. Lekin o'sha yemaklarning hammasini yeb bo'lgan edim. Bu daraxt menga olaydi ekan. To'g'ri, bu rizq doktorning aytib berishicha, bu atrofda yetkilishcha bir o'rmonliq bor ekan. Bizning bu o'rmonliqdan chiqib ketamaganligimiz bekor emas ekan-da. Shapi bor ekan. Oy! 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 Dinozavr chaqunda qilma! U yaralanibdi. Kaka qisqish baqsi neymiş bo'ldi? Haybov atrofdagilarning ziyrakchoqlarni tekshirish asbobini bilib olsanglar, ularning daryo suyini bulg'ishini to'sib qo'ymaysizlar. Shundoq. Sizlar endi haybov atrofida taqobil turinglar. U iflos, yana shu askablar ekanda. Ansirma, biz cho'qim sana yordam qilib hamrohlaringni qutqizib chiqamiz. Lekin biz bu o'rmonliqdan qanday chiqib ketamiz? Kaka qisqichbaqsi emasini ko'tirib olay. Mazalik o'xshagan qisqichbaq qo'rmisiga o'xshaydi ekan, lekin buning ta'mi qanday qaroqdi. Undoq emas, hargiz undoq emas. Va, nima degan sirliq? Tez mayli. Başlayaq. Bu narsani zodi qandoq ishlatadi ekan? Nimaga oldiraysan kalva? Voy, men ularning hammasini buniga kirgizib oldim-ku. O shundoq to'g'ri kelib qoldi. Cho'cho tezda tashirish asbobini qaytirib-ba. Başlayaq. Tezdan buning bilan ularga taqobil turaylik. Har qanday qiyin masalami menda kishini mabdan qiladigan kelishgan cho'choni tamtirtirmaydi. Oy! Endi qanday qilamiz? Bu qatim senani kechirday. Seni saqlab turing. Bo'ldi, tuzit qilmanglar. Agar sizlar yordam qilmagan bo'lsanglar, pipimi tekshirish hisobini qaytara olmagan bo'ladi. Balalarim! Men keldim! Men keldim!
kep qapsızgı. Tədqiqatlar asaslanganda kaka qısqışpaqısı yaşaydigan daryoning suvi bulg'unibdi. Bu balkim yuqorqi iqlimning suvida masala ko'rilgan sababdan bo'lishi mumkin. Doktor, siz ularga yordam qila olasizmi? Buningga men burunli tayyorlik qilib qo'ygan. Burutliq doktor markaliq suv saqlashtirish suyuqligi. Faqat kichkina temitib qo'ysizlar, bulg'angan suvni shu aman pak-pokiz tozalaydi. Uningdan boshqa yana texi. Doktor, siz yana boshladingizgı. Ey, men texi gapimni deb bo'lmagan tursam, oldirmasanglar-chu, unda qilmanglar.